12 bab. Yaş vaqtыңdan başlap, yaratquchingni esingda tut. Kunlarimda xushallik yo'q, deb uradigan qeri, ojiz chaqlaringning kelishini kutma. Uçaqda ko'zlaringga quyosh, oy va yulduzlar xiralashib, osmoningni qora bulutlar qaplagandek ko'rinadi. Ayilini beqivatgan qo'l, putlaring titraydi. Qavul tening egilib, dok bo'lib qoladi. Tishlaring tushib chaynayolmaydigan, ko'zlaring ojizlab, aniq ko'rolmaydigan bo'lib qoladi. Quloqing eg'irlashib, yarg'unchaqning ovozini anglayolmaydi. Qizlarning barliq naqshi ovozlari yiqimliq anglanmaydi. Lekin qushqochning sayrashlari seni uyg'otadi. U chaqda egizdan qo'rqsan, yo'l mangsang alaqzoda bo'lasan. Çaçların badam çeçkidek oqaradi. Kuching xo'rab, havaslaring yo'qoladi. U chaqda manguluk maqoningga qaytsan. Hozir tutqalla ko'chada orqangdan keladi. Kumush zanjir uziladi, oltin qacha yeriladi. Ko'za buloq beshida cheqiladi. Quduqdan suv oladigan chig'riq uziladi. U chaqda tan tuproqqa, ruh, hayotlik bergan Xudoga qaytadi. Behuddidir, hammasi behuddidir, deydi hikmat egisi. Hikmat egisi dana bo'libli qalmasdan, yana bilimlarini xalqqa o'rgatkichidir. U inchkilik bilan ko'zitish ve tadqiq qilish orqali nurg'un pand nasihatlarni yezib chiqqan. Hikmat egisi odamni xursand qiladigan so'zlar orqali haqiqatni to'g'ri ko'rsatib bergan. Donolarning so'zlari xuddi podshohlarning qo'lidagi tayoqqa o'xshaydi. Ularning to'plangan hikmatlari xuddi tayoqqa chinqi qilgan mixloga o'xshaydi. Bu hikmetlerini padişisi bergendir. Ey oğlum, bu hikmetlerden başka yana bir nasihatimge kulak salgın. Kitap yazışının çeki yok. Kitapni köp okup ketsen teninge haduh yedidu. Hemmini anlap boğandın keyin men mundaq xulasıge keldim. Xudodan eymininglar, emirleriga itoat qilinglar. Mana bular inson hayotiga haqiqiy ma'no beradi. Odamning qilgan barliq ishlariga mayli yaxshi yoki yomon ishlari bo'lsin, hattoki yo'shurun qilgan ishlari bo'lsin, hamma ishlariga Xudo hukm chiqaradi.